Abdulla Qahhor. O'g'ri. Hikoya. Otning o'limi, itning bayrami. Maqol. Kampir tong qorong'usida xamir qilgani turib ho'kizdan xabar oldi. Ho'kiz yo'q. Og'il ko'cha tomondan teshilgan. Dehqonning uyi kuysa kuysin, ho'kizi yo'qolmasin. Bir qop somon, 10-15 ta xoda, bir arava qamish uy. Ho'kiz topish uchun necha zamonlar qozonni suvga tashlab qo'yish kerak bo'ladi. Odamlar dod ovoziga o'rganib qolgan. Birovni eri uradi, birovning uyiga xat tushadi. Ammo kampirning dodiga odam tez to'plandi. Qobil bobo yalang bosh, yalang oyoq, yaktakchan og'il eshigi yonida turib dag'dagʼ titraydi. Tizzalari bukilib ketadi. Ko'zlari javdiraydi. Hammaga qaraydi, ammo hech kimni ko'rmaydi. Xotinlar o'g'rini qarg'aydi, it huradi, tovuqlar qag'illaydi. Kimdir shunday kichkina teshikdan ho'kiz sig'ishiga aql ishonmasligi to'g'risida kishilarga gap ma'qullaydi. Qobil boboning qo'shnisi burunsiz ellik boshi kirdi. U og'ilga kirib teshikni, ho'kiz bog'langan ustunni diqqat bilan ko'zdan kechirdi. Negadir ustunni qimirlatib ham ko'rdi. So'ngra Qobil boboni chaqirdi va past tovush bilan dedi: "Ho'kizing hech qayoqqa ketmaydi, topiladi." Uning og'ilga kirib qilgan taftishi Qobil boboga bir umid bag'ishlagan edi. Bu so'z haddan ziyod sevintirdi. Chol yig'lab yubordi. "Xudo xayr bersin, ola ho'kiz" dedi. Odamlar o'g'ri devorni qachon va qanday asbob bilan teshganini, ho'kizni qaysi tomonga olib ketganini, uni qaysi bozorda sotish mumkin ekanligi to'g'risida bahslasha tarqaldi. Hovur bosildi. Qobil boboning kampiri yig'idan to'xtab, ellik boshini duo qila ketdi. Ellik boshi o'g'ri teshgan yerni yana bir marta ko'rdi. Qobil bobo qo'l qovushtirib uning ketidan yurar va yig'lar edi. Yig'lama deyman. Ho'kizing oq podsho qo'li ostidan chiqib ketmagan bo'lsa, topiladi. Ellik boshi ho'kizni juda naqd qilib qo'ydi. Go'yo u ko'chaga chiqsa bas, ho'kiz topiladi. Bu xudo yallaqagur shunchalik qilgandan keyin bir nima berish lozim-da. Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi. Bu odam ellik boshi bo'lish uchun ozmuncha pul sochganmi? Mingboshining bir o'ziga 700 bog' beda, bir to'y bergani ma'lum. Podsholikdan oylik yemasa, Qobil bobo hamyonini qoqishtirib, borini ellik boshiga berdi. Yana qancha duo qildi. Ellik boshi beto'xtov Aminga xabar qilmoqchi bo'lib chiqib ketdi. Kechqurun Qobil bobo Aminning oldiga boradigan bo'ldi. Quruq qoshiq og'iz yirtadi. Aminga qancha pul olib borsa bo'ladi? Berganga bitta ham ko'p, olganga 10 ta ham oz. Chol kampir kengashib shunday qarorga kelishdi. Bu chiqim oxirgi va ho'kizni bo'ynidan bog'lab beradigan chiqim. Shuning uchun pulning yuziga qarash aqldan emas. Qobil bobo ro'para bo'lganda Amin og'zini ochmasdan qattiq kekirdi. Keyin baqbaqasini osiltirib kuldi. "Ha, sigir yo'qmi?" "Yo'q, sigir emas, ho'kiz, ola ho'kiz edi." "Ho'kizmi?" "Ho'kiz ekanda." Ola ho'kiz. Tavba. Bor-yo'g'im shu bitta ho'kiz edi. Amin chimchalog'ini ikkinchi bo'g'inigacha burniga tiqib kuldi. "Yo'qolmasdan ilgari bormidi? Qanaqa ho'kiz edi?" "Ola ho'kiz." "Yaxshi ho'kizmidi yo yomon ho'kizmidi?" "Qo'shmahali." "Yaxshi ho'kiz birov yetaklasa ketaberadimi? Bisotimda hech narsa yo'q." "O'zi qaytib kelmasmikin? Birov olib ketsa, qaytib kelaber deb qo'yilmagan ekanda. Nega yig'lanadi, a?" "Yig'lanmasin." Qobil bobo yerga qarab tek qoldi. "Qidirtirsakmikin-a?" dedi Amin chimchalog'ini etagining ostiga artib. "Suyunchisi nima bo'ladi? Suyunchidan chashna olib kelmadingmi?" Aminning bu gapi Qobil boboga "Ma ho'kizing" deganday bo'lib ketdi. "Kam bo'lmang" dedi pulni uzatib. "Yana xizmatingizdaman. Men beto'xtov pristavga xabar beraman, o'zi chaqirtiradi." Bir hafta o'tdi. Bu bir hafta ichida kampir duoning zo'ri bilan qulf ochadigan Azayimxonga obdastagardon qildirgani qaynatib, yarim qop jiyda, 3 yelpish tovoq jo'xori, 2 kalava ip eltdi. Ammo ish chiqmadi. 8-kuni Qobil bobo yana Aminning oldiga bordi. Aminning tepasochi tikka bo'ldi. "Ha, ho'kizni uylaringga eltib berilsinmi? Axir borsin, arz qilishsin-da. Fuqaroning arzga borishi arbobning izzati bo'ladi." Qobil bobo yor do'stlari bilan kengashdi. Pristavga puldan boshqa nima olib borsa bo'ladi? Ma'lum bo'ldiki, uni begim deguncha kishining beli sinar ekan.
3ta tovuq, garchi biri ko'rk bo'lsa ham Qobil boboning o'zidan chiqdi. 100ta tuxumni qo'ni-qo'shni, yor-birodarlar o'zaro yig'ib berdi. Ammo bu tortiq bilan Tilmochdan nari o'tib bo'lmadi. Tilmoch tortiqni oldi va beto'xtov pristavga yaxshilab tushuntirishini va'da qildi. Cholning butun bo'g'inlari bo'shashib ketdi. Keyin tutoqishdi. Ammo go'rda bir narsa deya oladimi? O'ynashmagil arbob bilan, seni urar har bob bilan. Yaxshilab tushuntirilgan pristav bitta kulangir, bitta farangi tovuq, 3 so'm pulni olganidan keyin Qobil boboning baxtiga beto'xtov hokimga xabar beraman demasdan Aminga bor deb qo'ya qoldi. Amin Ellikboshiga borilsin dedi. Gumoningizni ayting bo'lmasa, dedi Ellikboshi tajang bo'lib. Kim olganini men bilmasam, avliyo bo'lmasam, olgan odam allaqachon so'yib saramjonladi-da. Uzoq demasangiz, erinmasangiz, kunchilikka borib terilarini bir qarab chiqing. Ammo terisi kunchilikka tushgan bo'lsa, allaqachon charim bo'ldi. Xudo biladi, kavush bo'lib bozorga chiqdimi? Endi bizga juda qiyin bo'ldi-da. Peshonam sho'r bo'lmasa, dedi chol yerga qarab. Ey, yosh bolamisiz? Nega yig'laysiz, kap-katta odam? Bitta ho'kiz bo'lsa, bir gap bo'lar, Xudo ajalga to'zin bersin. Men qaynatamga aytayin, sizga bitta ho'kiz bersin. Bitta ho'kiz odamning xunimi? Ertasiga Ellikboshi Qobil boboni boshlab qaynatasi Egamberdi paxtafurushning oldiga olib bordi. Paxtafurush cholni holiga ko'p achindi va yerini haydab olgani bitta emas, 2ta ho'kiz berdi. Lekin kichkinagina sharti bor. Bu shart kuzda ma'lum bo'ladi.